Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yana bir ishimiz Andijon viloyati Aftonobod tumanida mana boshladik. Bugun Xudo xolasa nihoyasiga yetkazyapmiz. Ko'chamiz 16 metrga 70 shapga chiqqan. Bu yerga общий tarnov 24 metr tarnov ketdi. Oqqa mokriy rangidan foydalandik. Juda ham chiroyli holatda bitdi. Bu yerga mana darvozaxonamiz to'riga 280. Bu yerga Cobra pianino fasonda qildik. O'rtasiga oyna rombi qo'yib berdik. Juda ham chiroyli holatda bitdi. Ichkari shapkalarimiz 90 gradusda oqqa mokriy. O'ng aylanasiga bo'ldi. Bu shaklida uyimiz. Mana bu zinani taylarni mana chiroyli holatda ustalarimiz qilib berdi. Chiroyli chiqdi bu ham. Zo'r chiqdi. Mana ozgina qoldi, bugun tugatamiz. Olmay usta aka. Qachon Bu yerga общий 180 kvadrat mikrofon ketdi. 22 million 900 mingga tarnovlari ham yo'q ichida qilib berdik. Kvadrati 130 ming so'mdan qilib berdik. Tarnov metri 60 ming so'mdan. Kimda shunaqa ishlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda raqamlar qoldiramiz.